baliqdan shunaqa ajoyib pirog retsepti, olmali pirog. Oddiygina 3 ta tuxum soldim. Buni ham solamiz. Mana ko'pirib oldim. Masxamiz. Endi bunga 2-3 qoshiq yogurt smetana solaman. Buni hozir chiroyli qilib idishga solib o'tirishga vaqtim yo'q. Tezlik bilan siz uchun foydali bo'lgan reseptlar ulashib qo'yaman ayollarga. Keyin hozirroq sut solamiz. Sutni foydasi nimaga desangiz, kekslaringiz ko'tarilib chiqadi. Sariyog' qolmabdi, shuning uchun mana oddiy smishka yog'idan taxminan o'lchab o'tirmayman, sovuraman. Endi un elab olamiz. Birgalikda razniqlikka solasiz. Un bilan birgalikda elab olsangiz, ichida havolar qolmasdan keksiz yaxshi chiqadi. Bu sizga bitta lifehack. Sen sovoldim, endi bitta mikser qilamiz biz. Yo'qligini ko'rsataman. Mana bunaqa bo'lib tushishi kerak. Keyingi muhim joyi, pirogni imkon qadar past gradusda pishirishga harakat qiling, keyin ko'tarasiz. Birinchi ko'taryapsan. Juda ham zo'r, albatta qilib ko'ring.